Bachadan olib tashlansa, klimaks boshlanadimi? Keling shu haqida gaplashamiz, chizib, tushuntirib beraman. Bu bachadon trubalari, bu tuxumdon. Agar bizni bachadonni olib tashlansa, ma'lum bir qandaydir kasalliklar natijasida bachadon bo'yni qolib, mana bunday olib tashlanadi. Bunda bachadon olinib va o'zini boylama svязкалari olinadi va trubalar olinib tuxumdonlar qoladi. Aziz ayollar, bizga eng ayollik go'zallik beradigan bu tuxumdonlar. Klimaksga kirmaysiz agar tuxumdonlarni olib qolinsa, saqlanib qolsa. Tuxumdonlarda estrogen, jozibador gormonlar ishlab chiqariladi. Agar sizda operatsiya o'tkazilgan bo'lsa, bachadon olib tashlangan bo'lsa, sizda faqat hayz siklingiz kelmaydi va homilador bo'la olmaysiz. Bachadon bizga hayz sikl regular kelib, u homiladorlikka tayyorlanadigan organ hisoblanadi. Основной bizga tuxumdon kerak. Tuxumdon qolinsa, yaxshi ishlasa, siz klimaksga kirmaysiz.